ayollar qarg'aydi-yu bolalarini. Urushib beradi. Yoki eridan gap eshitganda alamini boladan oladi. Sahroda bo'lyapti voqea. Bir sahroyi ayolning o'g'ilchasi sho'x ekan. Undan zarar ko'rmagan biror kuni yo'q ekan. Qozondagi taomin tepib qochib ketar ekan, mesha to'la suvini sepib qochib ketar ekan. Qarg'ar ekan onasi qilolmasdan ipini qirqib qochganida kir yoyib qo'ygan ipini. Hoy, ipimni qirqmagil. Qalbingga ilm to'lgur, ey meshimni teshmagil. Ka'baga imom bo'lgur. Hayvon dimin kesmagil, beozor bo'l, to'g'ri yur. G'arib yo'lin to'smagil. Ka'baga imom bo'lgur. Emas ekan juvon marg, yaramas, maraz, o'lgur, bo'yning chirigur. Bunaqa qo'pol so'zlar ishlatmas ekan. Bitta ekan qarg'ishi. Ka'baga imom bo'lgur. Niyat ketdi, vaqt ketdi, misli yel yo shabada shu ayolning shu o'g'li imom bo'ldi Ka'baga. Yeni shohu sultonlar orqasidan turib g'oz unga iqtido qilib o'qir edilar namoz. Bolangizni so'kmangiz. Duo qiling bolani. It, eshak deb so'kishga hayo qiling bolani. Rasululloh dedilar, yuzlaridan yog'ib nur. Bolalar bu jannatning gulu rayhonlaridir. To'g'ri, ba'zi gul rayhonlar ham kuydirar. Sho'xligi ortib ketsa, joningizdan to'ydirar. Bobom derdi, "O, kelin, bolani so'kish asli emas eb. Jahlingiz chiqsa ayting, nodon yoki xumpar deb. Boy bo'lgur, ko'paygur deng. Aslo demang, o'l la'nat. Shuni bilib qo'yingki, jon bolam, urushish ham bir san'at. Ixlos bilan qilingan har niyating ushalar. Har gapga ko'kda amin deb turar farishtalar. It desangiz nima bo'ladi? It bo'lib o'zingizni qopadi. Eshakdan eshak har kim o'z tilidan topadi. Farzandingiz bilan el faxrlanib yashasin. It eshak fe'llaridan Parvardigor asrasin. Olim, shoir, hunarmand, shifokor, polvon bo'lsin bolalar. Yurtga kerakli halol inson bo'lsin bolalar. Bolangizni so'ksangiz ruxsat bor ekan. Poshsho bo'lgur deb so'king. Ey olim bo'lgur, xo'jayi Xizrga oshno bo'lgur deb so'king. Tildan chiqqan har so'zda ma'rifat ziyo bo'lsin. Eng yomon qarg'ishingiz go'zal bir duo bo'lsin.